Xullas, stokalarda yangilarini yig'ishda boshladik. O'zimiz kichik biznes ochganmiz. O'ziga o'zi xizmat ko'rsatadigan kofe apparat qo'yiladigan biznes. Xullas, shuni stokalarni o'zimiz yig'yapmiz. Polni zakaz berdik, kesib berishdi akalarimiz. Endi o'zimiz hammasini yig'yapmiz. Bugun bolalar kelmadi. Endi paka o'zimizmiz. Xudo xolasa bugun bittasini o'rnatib kelamiz. Yana ikkita apparatning tag qismi, tepalari bor, yo'qlar yig'ilish kerak. Umumiy ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi stokani. Mana bunaqa holatda bo'ladi bu. O'ng tarafga ko'chgan apparat aslida chap tarafda turish kerak. Endi bunisini ozgina xato kamchiligimiz tufayli o'ng tarafga ko'chib qoldi. Organizer, buni ichida stakan, krishka, bu narsalar turadi. Stakan mana bu yerda tursa, krishka, palichka, sirok, shakar, salfetka, trubichka, hamma narsa shu yerda turadi. Mana bu yerda kassa. Hozir kassani pripremnikda o'yish jarayoni. Mana bu joylari. Shular o'yilib, polli joylanadi. Mana bu yerda ham ochib o'tgandan keyin mana bu holatda kassa bo'ladi. Tag qismiga mana fanerlardan qo'yamiz, xudo xolasa. Shunaqa qilib sexdamiz buguncha. Hozir 2 soatlar ichida bitta tochkamizga borib o'rnatib kelamiz nasib. Shunaqa gaplar.